Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hammalaringga salom kun xayrli o'tsin. Bugungi juma kuni hammalaringga fayz barakatli bo'lsin. Xudo xolasa hojat hojonalar, musofirdagi aka-ukalar hammalaringga abdushiy salom, kuch-quvvat bersin. Xudo xolasa bugun qo'ylarimizni sifatli zo'rlari, puli arzonlari xudo xolasa. Like-ni bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Obuna bo'lganlar obuna bo'lib qo'yinglar xudo xolasa. Bundan da yaxshilari chiqib, birinchi sizga borib turadi obuna bo'lib qo'ysalarim. Joningiz omon bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum YouTube chorva qo'y chiqarish qozlari. Ozodbek YouTube kanalini muntazam ravishda kuzatib kelayotgan aka-ukalarimiz hamda kanalimiz mehmonlari. Bugungi video syomkamizda Xudo xolasa akalar Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha har doimgidek optimchilar arzonchilik qilgan qishloq Saroq qishlog'ida Xudo xolasa akalar mana shunaqa qo'chqorlarda legendalaridan, zo'rlaridan, yaxshilaridan, sifatlilaridan akalar olib kelib xalqimizga arzon tarqatayotgan akamiz Xudo xolasa birinchi qo'llardan biri. Voy akalar, qo'chqorning sifatiga baho beringlar. Biz Ravshan akamiz bilan suhbatimizni olib boraveramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Suyimsiz? Sog' salomat. Allohga shukr. Sog' salomatmisiz? Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hammalaringga kun xayrli bo'lsin, barakatli bo'lsin. Bugungi juma kuni hammamizga muborak bo'lsin. Xudo xolasa kunlaring fayz barakali o'tsin. Xudo xolasa qo'ydi zo'rlardan kelgan Ozodbek. Hurmatli obunachilarga namoyish qilamiz. Aka-uka, hojat hojonalar, musofirdagi biratlarga ham salom. Quvvat bersin. Zo'ridan xudo xolasa qo'ydi chiqaramiz. Narxi ham qulay bo'ladi. Qulay bo'ladi, ha. Qadrli obunachilarimiz, Xudo xolasa akalar video syomkalarimizni oxirigacha kuzatib boringlar. Akalar qo'chqorlarda yaxshilaridan iligi baquvvat. Xudo xolasa bular aka yemini yeb turganmi aka? Yemini yeb turgan ishqibozchilikqa boqadigan. Gap, haqiqatda ishqibozchilikka boqadigan. Hisori sort, akalar hisori parodi. Elita qo'chqorlardan so'ragan aka-ukalarimizga Xudo xolasa mana shu video syomkalarimizni tarqatib qo'yasizlar. Inshaalloh narx-navolarni ham to'la avzorlarni ham sekin akamiz o'zlaridan eshitib boraveramiz. Demak, aka bu yerda Xudo xolasa sonlari nechta chiqdi? 12 bosh qo'chqor, ha? Pichma so'roq axtalari yo'q, Xudo xolasa. Qo'ydi duruk kelgan bugun, hammasi zo'r. Bir-biridan zo'r. Partizanlarni qilish bitmaydi. O'zi ko'rinib turibdi. Ya, o'zi ko'rinib turibdi. Qo'yimizni maqtovlar bilan oshcha maqtamaymiz. Gap yo'q. Narxlar qulay bo'ladi, Xudo xolasa. Bularni yosh oyligiga qanaqa beramiz aka? 10 oylik atrofida. 10 oylik atrofiga beraveramiz. 9 oylik atrofida. Xudo xolasa. Qo'ylarini-chi aka? Qo'ylarni o'lchaymiz. Sirazi so'z isbot bilan qilib, bo'lmasa o'lchab, namoyish qilib ketaveramiz. Akalar qo'ylarni ko'rib turibsizlar bilan. Birorta murunsuruklari yo'q. Mana orqa oldilari kelgan tik dumba variantdagi qo'ylar chiqib kelgan akalar, Xudo xolasa. Bismillah. Mana yerdan balandliklari, Xudo xolasa 75 pil usturyapti xotirjam. Necha beraveramiz aka? 75 ga beraveramiz. 75 ga ketaveradi, ha? Filisi obunachilar o'z qo'y ko'rinib turibdi. Ya o'zi bir mana shu qo'yda aniqtirib, mana unga qo'ygan bitta zo'rni o'lchab qolmasin. Ha, yana bitta. Bu yeterli. Bismillah. Hozir qo'ydi. Yotyapti mana akalar, mana. Qo'y yotgan holatda Xudo xolasa o'lchab bo'lmaydi. Bitta orqa oldiga yurgizib yuboringda. Mana. Jonivor. Bo'ldi, endi turing. Xudo xolasa mana yerdan balandliklari akalar, mana. Bu ham xotirjam 75 pil suryapti. Qo'ylarni Xudo xolasa yemini yeb turgan. Bir qator yemini yeb turgan. Davom ettirishaveradi, ha? Davom ettirishaveradi bemalol. Bemalol. Xudo Hali xolasa. o'sadi bular encha xursand qiladi Xudo xolasa olganidan. Inshaalloh. Bir haftami aka garantiyasi? 10 kun sinab olishadi. 10 kun. Gap yo'q. Akalar xonadonlarga yetib borgan. Yemasa ichmasa o'zlariga san akalar Xudo xolasa xonadonlarga kirgandan keyin 10 kun garantiyasi bor. 10 kun sinab olishaveradi. Yemasa ichmasa bizga ket. Joningiz omon. Yeminda ochmaygani yo'q Xudo xolasa. Dastavkasi qayergacha bo'ladi bularda aka? Dastavkasi Samarqandga chaqib beramiz. Besplatno yetib boradi, ha? Bitta ikkitanikichi? Tektar Toshkentga chaqib beraveramiz. Aha, yetkazib olib berilaveradi, ha, Toshkentgacha. Bitta narsa kam ikkita olsin Toshkentgacha, bittasi bachkanab ketadi. Bo'ldi. Narxi Xudo xolasa 4,5 million so'mdan. 4,5 million so'mdan kami bor, ha? Kami bor. Qancha kami bor? Endi Ozodbek. Hoy aka. O'ylanmang, dadil gapiring aka. 4 million 300 mingdan bersin. 4 million 300 ming so'mdan bir joyga. 4 million 300 ming so'mdan bir joyga. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa 4 million 300 ming so'mdan yetkazib borib berish xizmatlari ichida aka. Hozir yetkazib beraveramiz. Tanlovlarga ham boshqacha narx bo'ladi. Kelishamiz. Optimga qanaqa narx bo'ladi aka? Yo, chiroyli qilib kamera bering aka. 2 ming o'tib berdim. Hop. Mana kanalda ancha ozolashib qoldi. Ya siz baribir yaqinsiz, ko'ngildasiz aka. Yo'q, Xudo xolasa. Endi bir kun pauza bo'lib qoldi orada.
Bugun xudo xolasa ulug'aygan kun, juma. Xudo xolasa duo qilishadi. Qanchadan beramiz aka? Akan shatilni gaplashib Mana qo'yaman. 200 mingdan bersin, xohlasa. Barakasini bersin. Ey gap yo'q. Olganga ham, akalar, sotganga ham Alloh barakasini beraversin. Qo'chqorlarda yaxshilardan, sifatlardan olsangiz bo'ldi akalar. Maqsad bularda xudo xolasa sotish. Sizlarga prosta reklama uchun emas. Telefon qilsalaring bo'ldi akalarim, ishlaring bitaveradigan joyidan promotsiyalarga namoyish qilishda biz davom etyapmiz. Xudo xolasa bittadan like urib qo'ysalaring bo'ldi, ishlaring bitaveradi. Bularda endi keyingi partiyamizga qanaqasini olib chiqamiz aka? Partiyaga Alloh xudo xolasa bulardan ham zo'r chiqadi. Bulardan ham yaxshilaridan, sifatlilaridan chiqadi. Aha. Bugunga xudo xolasa o'sha 3 partiya qo'yib chiqarsak, uchalasi ham bir-biridan zo'r xudo Ey, xolasa. gap Hammasi narxi bilan chiqadi. Lekin mana hurmatli obunachilar ko'rib turishibdi, bahoni berishaversin. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lsin, like bosib, duoda bo'lib tursin eng asosiysi. Bo'lmasa. Xudo xolasa bir sirrigi yo'q. Bitta yarimta kimnidir ko'ziga bitta yarimta mirri sirrigi bo'lsa o'sha ham bo'laveradi. Olaveradi. Xudo xolasa chiqarib tashlab qo'ysaveradi. Bundan osilgan ekan, shu sifatsiz ekan degan odam qolaveradi bitta ikkitasi. Ey gap yo'q. Demak, qadrli obunachilarimiz aloqaga chiqsalaring bo'ldi akalar. Ishlaring bitaveradigan joydan promotsiyalarga namoyish qilyapmiz. Biz keyingi partiyaga navbatda beraveramiz xudo xolasa. Demak, qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar mana ikkinchi partiyamizga akalar gigant variantlarni. Haqiqatda qo'zini zo'rlardan chiqib ketdi. Bularning ma'lumotini ham sekin-asta akamiz o'zlaridan eshitib boraveramiz. Ayiq polvon variantlari. Bularda aka soni nechta chiqdi? 15 bosh. 15 bosh qo'chqora hammasi aka. Bosh hammasi qo'chqor, axtab pichmasi yo'q. Axta pichmalari yo'q. Bularda aka yemochma sog'liklari qalay ekan? Xudo xolasa hamma yo'q zo'r. Bu ham yem yeb turgan, ha? Qasoqqa boshqasi yo'q. Qo'ylarda mana shu asli hammasini ham. Ha. 85 foiz qulog'i butun. Qulog'i butun, ha? Mashalloh. Mana shu qo'yimizda bir donasida endi bor ekan, qolganiga tiq tegmagan qulog'i butun. 14 qulog'i butun. Buni qurbonliklarga boqaman degan otaxonlarimiz bor. O'shalarga tavsiya qilarkan. Sabr qilib boqishsa, вообще maza bo'ladi. Xudo xolasa, xudo xolasa. Yemini yeb turgan. Yemini yeb turgan, ha bular ham, ha? Yemini yeb turgan. Endi buni pardozondazini qila olmadi. Ha. Yetkazolmadi. Buni yosh oyligi qanaqa aka? Ularni yosh oyligi shu 10 oylik atrofida. 10 oylik atrofiga xudo xolasa akalar yosh oyliklarini berilaveradi. O'sha oldidan to'lovga kelib qolibdi bular ham, xudo xolasa. Bularda ha, bo'yini nechaga beramiz aka? Bo'yin o'lchaymiz, tozalik. Isbot bilan qilib. Sirrazi o'lchashda biz davom etib ketaveramiz. Xudo xolasa qadrli obunachilarimiz, mana xudo xolasa yomg'irlarimiz ham boshlash arafasida. Tekka tomchilayapti. Video syomkalarimizni ko'p cho'zmagan holatda dangal-dangal gaplashib qo'yamiz. Xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Qani 75 plus ekanda aka. 75 ga beraveradi. 75 ga bular ham ketaveradi, ha? 75 ga beraveradi. Mashalloh. Xudo xolasa 75 ga akalar bo'ybastlar berilaveradi. Bular dastavkasi qayergacha bo'lardik aka? Xudo xolasa bular keyin Samarqandgacha. Besplatno, ha? Plasma. Yetib boradi xonadonlargacha. Narxi-chi? Narxi bularda Ozodbek. Ha. Endi nafsga quloq solsangiz, qancha ko'p bo'lsa shuncha oqlaydi, kam deydi. Ha. Endi buni 4,5 million so'mdan Ozodbek. Kami bilan. 4,5 million so'm kami bor. Qancha kami? Telefon qilishga ham o'tib beraman. Yo, o'zimga. Yomg'ir ham kuchayib ketadi. Ha, o'zimga aka. Bo'ldi. 100 mingdan kam bersin. 100 ming emas, sizga yarashmaydi aka. 100 ming so'm pul emasmi? Yo'q, pul dahshat pul aka. Soni nechta? Son 15 ta. 15 ta, 1,5 million o'tib 1,5 beryapsiz. million, ha. Yana Bir bir o'zgapga. Bir gap aytaymi? Ayt. Bitta so'rayman. So'ram. Yana 1,5 o'ting aka. 3 million. Qischa ko'plik qilib ketmaydimi? Yaxshi Rosa o'lyapti. katta narx aytganimiz yo'q. Yo'q, zo'r o'lyapti aka. Mana, Mana. mash qo'y. Mash qo'y. Mash qo'y, hech pul bozorda. Endi bozor narxini siz qo'yaverasiz. Yo'q. Siz bozordan arzon bo'lishingiz kerak aka. Bozorda arzon shunday Ha, ham. Mash bitta. qo'y. Bozorda O'shaning nech uchun. pul? Endi bozorni bilmayman. Bozorga anchadan beri chiqqanim yo'q aka. Donalabga o'sha tortib qolsangiz, mana qo'ydi ko'ring. Mana qo'ydi. Mana qo'ydi ko'ring. Bu endi 4,5 dan uradi bozorda. Mana qo'ydi. Buni tan olaman. Tan olaman. Lekin siz arzon bo'lsan. Arzon xudo xolasa. Bo'ldi. Arzon bo'ladimi? Bo'ladi. Obunachilar arzon bo'lsa, duo qilsin. 4,3 ming so'm. Joningiz omon. 4 million 300 ming so'mdan. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar aloqaga chiqarsa ishlaring bitaveradi. Kamini qilib beramiz, kami bor. Ha, ana shunday. Chiroyli. Xudo xolasa akalar kamlari bor, telefon qilsalaring bo'ldi, akalar ishlaring bitadigan joydan promotsiyalarga namoyish qilyapti. Bularga ham xonadonlarga yetib borgandan keyin bir hafta sinovlari bor. Bemalol sinov olasizlar xudo xolasa. Akalar oxiriga so'nggi partiyamizga pul arzonroq variantlarga beraveramiz. Zo'rroq, ammo zo'r bo'ladi. Zo'rlar, ha? Yaxshi.
Demak, qadrli obunachilarimiz, akalarim, ukalarimiz, xudo xolasa akalar mana so'nggi partiyamizga puli arzon variantlardan sifat darajasi a'lo darajada bo'lganlaridan xudo xolasa sizlarga namoyish qilyapmiz akalar. Bularni ko'rib bahosini o'zlaring beraverasizlar. Biz esa ma'lumotlarni sekin-asta Ravshanbek akamiz o'zlaridan olishni boshlaymiz. Demak, so'nggi partiyamizda aka sonlari nechta chiqdi? Barpachka. Barpachka 10 ta. 10 bosh. Gap yo'q. O'zi bitta obunachimiz bitta telefon bilan olib qo'yadigan Xudo bo'ldi. xolasa. Hamma aytdim, xudo xolasa bugunga durlar edi. Ha. Dur xudo xolasa. Xudo xolasa. Bulardagi yosh o'yligi qanaqa? Bular yosh oyligi shu 7 oylik atrofida. 7 oylik atrofiga beraveramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Ichida bir dona kichkinasi bor mana shu ingichka. Mana. Oldinda ketgan, ha? Kichkina emas, bu 70 ga qo'lari, lekin ingichkaroq sar. Xudo xolasa. Mana, o'zi bir qatorga guvohi bo'lsin. Bir-birdan qizg'anib olaman. Gap. Bulardagi dastavkasi qayergacha bo'ladi? Bular dastavkasi bularnikini Samarqandga chaqirib beraveramiz. Bo'ylari necha aka? Xudo xolasa bo'yini o'lchaymiz, albatta. Sirazi so'z isbotimizni bilan qilib, ha? O'lchaganimiz foyda. Bo'lmasam-chi, obunachilarimiz ham realni ko'rishadi, akalar. O'lchaymiz. O'lchaganda ham xudo xolasa chiroyli qilib, sizlarga sifat darajasida chiroyli qilib o'lchashga harakat qilamiz, akalar. Ko'rib, o'zlarining bahosini ham beraverasizlar, xudo xolasa. O'zlarida yaxshilaridan ketdi, akalar. Sifatli sizdan olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Bularni endi aka sirazi o'lchab ketaylik. Metrda olib keling. Ketayotgan joyidan sirazi bittani ushlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tekis turamiz. Oy. Oyog'ini qo'y. Mana. Hop. Tekis ushlaganimizda 70 pilis chiqyapti. Xudo xolasa Ha. qo'y zo'r mana ko'rsat. Mana yakka yurganini ham akalar, mana shu yakka yurishini ko'rsatish ham akalar xudo xolasa juda bir boshqacha bo'ladi. Mana uni qo'yda qaranglar. Haqiqatda olib boqmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz sirazi aloqaga chiqarasizlar, mana shunaqa qo'ylarni zo'rlardan chiqarib berishadi. O'zingiz ham chiqarib berasiz zo'ridan tanlab. Ey, Ha. mart kelaveramiz. Ha. Bizni mana avvalo lokatsiya tashlab beramiz, kelib ko'rib olasiz. Hop. Kelib ko'rishga misol imkoniyati yo'q, sog'lig'i ko'tarmaydigan akalar, ukalar uchun. Aka, menga qo'ydi zo'ridan ber desam bo'ldi. Kerak bo'lsa o'zidan ziyod tanlab beramiz. To'g'ri. Xudo xolasa javob. Narxini gaplashaylik aka. Narxi Ozodbek. Hop. Nari qo'ylar 4 million usta bo'ldi. Hop. Puliga yarasha bo'ldi. Ha. Qo'ylar katta edi. Endi bular hozir bo'ylari 70. Pilis minusga olishsin. Hop. Pilis uladi xudo xolasa. Xudo xolasa. Narxi 3.600.000 so'mdan olishsin. Joningiz omonmiz. 3.600.000 so'mdan. Kami bor, ha? Kami bor. Qancha kami bor aka? Gapirishga. Lekin mana qo'ylar ko'rsating bir dona. qo'ylar zo'r. Bir dona. Deyarli yo'q hisob endi bu xolos. Bunaqa yarmi qirq qilgan boshqa emas mana. Mana. Ana shu endi deyarli butun. Mana. Ana shu. Ha. Hop. 3.5 olishsin. Duo qilishadi. Barakasini bersin. Gap yo'q. Qadrli obunachilarimiz 3.5 million so'mdan akalar Samarqandgacha buyon Samarqandgacha aholi yetib boradi. Xudo xolasa akalar. Aloqaga chiqaverasizlar, ishlaring bitaveradi akalar. Biz eslatib o'tamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sarvar qishlog'idamiz akalar. O'shanbek akamizni qo'y fenalandamiz. Qo'ylarni yaxshisidan olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz telefon qilaverasizlar. Demak, bugungi video syomkalarimizni mana shu joyda yakunlaymiz. Sizlar bilan keyingi syomkalarda yana ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, bittadan like bosib, akalar qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha deb qolamiz.